Qadrli tomoshabinlar, bugun yana Germaniya davlati, aniqroq aytadigan bo'lsak, Gannover shahridaman. Gannover so'zining ma'nosi qadimiy nemischa so'zdan olingan bo'lib, daryo bo'yida degan ma'noni anglatadi. Bejizga bu nom berilmagan. Gannover rostdan ham Layn daryosi bo'yida joylashgan. Bugungi kunda esa Gannover geografik joylashuv nuqtai nazaridan zamonaviy hayoti, yashil bog'lari va xalqaro ko'rgazmalari bilan mashhur. Gannover markazida qadimiy me'moriy yodgorlik eski ratusha joylashgan. Bu bino dastlab 12-asrda qurilgan bo'lib, shahar hokimiyati va savdo ishlari yuritilgan eng muhim markazlardan biri bo'lgan. Ratushaning g'ishtdan ishlangan gotika uslubidagi fasadi, o'yma bezaklari va tarixiy ayvonlari o'tmish ruhini saqlab keladi. O'sha davrda bu yerda sud majlislari o'tkazilgan, savdogarlar yig'ilib shartnomalar tuzgan va shahar hayoti bilan bog'liq eng muhim qaror qabul qilingan. Bugungi kunda esa ratusha tarixiy obida sifatida sayyohlarni o'ziga tortadi. U nafaqat Gannoverning ramzlaridan biri, balki o'tmishi va zamonaviylikni birlashtiruvchi go'zal maskan hamdir. Shahar markazidagi Knochen-Hauser ko'chasida sayr qilar ekanman. Bu yerda binolarda ham zamonaviylikni, ham qadimiy me'morchilikni ko'rishingiz mumkin. Bu esa odamga o'zgacha bir zavq bag'ishlaydi. Gannover markazida eng mashhur va chiroyli ko'chalardan biri bu Knochen-Hauser Strasse. Bu yerning ikki tomonida qadimiy yog'och karkasli binolar qad rostlagan. Rang-barang fasadlari, nafis naqshlari va deraza bezaklari bilan ko'cha go'yo o'tmish nafasini eslatadi. O'rta asrlarda bu maskan savdogar va hunarmandlarning yig'in joyi bo'lgan. Ayniqsa qassoblar ko'proq bu yerda bo'lganligi sababli ko'cha Knochen-Hauser Strasse, ya'ni qassoblar ko'chasi nomini olgan. Bugun esa Knochen-Hauser Strasse tarixiy ko'rinishini saqlagan holda sayyohlar uchun sevimli manzilga aylangan. Ko'cha bo'ylab sayr qilayotgan odamlar qadimiy me'moriy go'zallikni tomosha qilib zavqlanadi. Kichik qahvaxona va do'konlarda to'xtab dam oladi. Bu esa o'tmish va bugunning uyg'unligini yanada jozibador qiladi. Hozir men Gannover shahri markazidaman. Bir nazar bu ahvol qoldi. Suratkashlar davlatlarning bayroqlarini chizayotgan ekan. Men hozir bir narsani ko'rdim. Men ko'rsataman uni. O'zbekiston bayrog'i ham bor ekan. Gannover shahrining yana bir eng diqqatga sazovor joyi bu mana shunday ulkan yashil o'rmoni. Bu yerda mana ko'rib turganlaringizdek piyodalar, velosipedlar uchun yo'laklar, sharoitlar yaratib qo'yilgan. Bemalol sayohat qilishi mumkin. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanuvchi bo'lganlar yugurib o'zlarini sog'liqlarini tiklashi mumkin. Gannoverning eng katta boyliklaridan biri shaharning o'rtasida joylashgan ulkan yashil o'rmon.
Ellen Ride. Maydoni qariyb 6400 gektar bo'lgan bu maskan Yevropaning eng katta shahar o'rmonlaridan biri sanaladi. U hatto Nyu-Yorkdagi mashhur markaziy bog'dan bir necha baravar katta. Ellen Ride nafaqat tabiat qo'ynida sayr qilish joyi, balki shahar aholisi uchun chinakam nafas olish maskani. Bu yerda uzun piyoda va velosiped yo'laklari, kichik ko'chalar va qushlarning chug'urlashi uyg'unlashib, insonga osoyishtalik baxsh etadi. Men ham aynan shu o'rmon yo'laklarida velosipedda sayr qilib, uning betakror tabiatini his qildim. Shunday lahzalar Gannoverning nega yashil shahar sifatida tanilganini yanada yaqqol ko'rsatadi. Navbatdagi manzil yangi ratusha. Bu ulkan bino 1901-1913-yillarda barokko va neogotik uslubida qurilgan. Binoning poydevori 6026 ta eman tayanch ustuniga tayangan bo'lib, bu uning mustahkam va barqarorligining belgisi hisoblanadi. Keng ayvonlari, go'zal o'yma bezaklari va katta gumbazli tomi bilan yangi ratusha haqiqiy saroy ko'rinishini beradi. Binoda shahar hokimiyati joylashgan, shuningdek shahar kengashi yig'ilishlari va madaniy tadbirlar ham shu yerda o'tkaziladi. Ichkarida Gannoverning tarixini aks ettiruvchi shahar modellari mavjud. Ular 1689-yildan boshlab Ikkinchi jahon urushigacha bo'lgan davrlarni qamrab olgan. Bu joyda suratga tushish va ajoyib manzaralardan bahramand bo'lish juda mashhur. Bugungi kunda yangi ratusha va uning atrofidagi maydon sayyohlar uchun eng sevimli joylardan biri hisoblanadi. Odamlar katta gumbaz ostida suratga tushadi, maydondagi favvoralar va haykallarni tomosha qiladi. Shu tariqa Gannoverning o'ziga xos tarixiy va zamonaviy muhitini chuqurroq o'rganadi. Gannover markazida joylashgan Marzel suv havzasi, shahar qalbini bezab turgan sun'iy ko'l. Uzunligi 2,5 kilometrdan oshadigan bu ko'l 1930-yillarda qurilgan. Ko'l atrofida odamlar piyoda va velosipedda sayr qiladi. Suv yuzasida oqqushlar sokin va nafis harakat bilan suzadi. Ularning oq patlari quyosh nurlarida porlab turadi. Bu yer nafaqat dam olish maskani, balki shahar madaniy hayotining markazi hisoblanadi. Odamlar bu go'zal manzarada tabiat va shahar uyg'unligini his qiladi. Har bir lahzadan zavqlanadi. Gannover. Bu shunchaki shahar emas, balki tarix va zamonaviylikni o'zida mujassam etgan maskan. Qadimiy binolari, keng xiyobonlari, yashil bog'lari va zamonaviy hayoti bilan bu yer har bir sayyohni o'ziga jalb etadi. Gannoverda qadimiy me'moriy obidalar sizni tarixga olib kirsa, zamonaviy inshootlar kelajak sari chorlaydi. Bu go'zal shahar sizga unutilmas xotiralarni bag'ishlaydi va yana qaytib kelishga undaydi.